1941-45 yillarda faşizmga qarshi kurashda ishtirok etgan o'tganlarni xotirlash, o'sha frontda o'tganlar va front ortida ishtirok etgan, o'zining mehnati bilan hissa qo'shgan insonlarni bir ta'riflash uchun mana shu yerga yig'ilganmiz. Front ortidagi mehnat qilgan otaxon, onaxonlarimizga Mudofaa vazirining Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligi munosabati bilan esdalik yubiley medali olib kelingan oshini ruxsatlari bilan tarqatamiz. Musaffo xonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Oqsoqollar ham, onaxonlar ham umrlari uzoq bo'lsin, ming yoshlarga kirib yurishsin. Sog' bo'ling, yana albatta bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.